endi yashashimiz yurash. Ana shunaqa mo'sha men ayollarga ergataman. Yigitlar bitta qizni orqasidan yurasizlar, to gaplashmaguncha qo'ymaysizlar. Gulla olib kelasizlar, e'tiborlar ko'rsatasizlar. Holi joniga qo'ymasdan telefonlar qilasizlar, bezorini chiqarasizlar. Qachonki o'sha qiz sizlar bilan gaplashishni boshladi, e'tibor berib qolasizlar nimaga? Umuman telefon qilmaydigan, eslamaydigan bo'lib qolasizlar. Agar qizni o'zi telefon vaqtida yo'q edi deb telefonni ham olmaysizlar. Lekin ertalab ko'zlaringizni ochganlaringizdan telefonga qaraysizlar. Hattoki tualet kirib o'tirsalaringizlar ham telefon bilan o'tirasizlar. Nimaga o'sha qiz telefon qilgan vaqt telefonni ko'tarmaysizlar? O'zlaringizni qizlaringiz bo'lgunicha harakat qilasizlar. Gaplashishni boshlagandan keyin o'zlaringizni olib qochasizlar. Eng qizig'i, nimaga telefon qilmadingiz, SMS yozmadingiz, xabar olmadingiz degan vaqt men seni kutdim. Sanam birinchi yo'z, sanam birinchi telefon qil dedim deysizlar. Sizlarga yarashmaydi-ku. Undan ham dahshati biza qizlar bo'ldi. Endi gaplashmas ekanimiz deb o'zimizga kuch topib, yana yaxshi, chiroyli yashayotganimizga kirib kelasizlar. Men siz ham zo'r yashayapsan-ku deb yana hayotimizga kirib kelasizlar nimaga? O'zing yo'qolib qolgandan keyin yana boshqalarga yomonlab chiqishga nechchi hay?